Bilaman. Bilaman, lekin ichimga olov tushdi. İçim yonyapti. Hidini hidlamasdan, yuzini ko'rmasdan bolamdan ayrildim. Ayrilmading go'zal qizim. Abadiy olamda uchrashish uchun uni Robbimizga omonat topshirding. Go'yo boshqa hech qachon kulmaydigandekman, baxtli bo'lolmaydigandek his qilyapman o'zimni. Mavlono aytgan ekan, bir kun kelib ochilmaydi degan gullar ochiladi. Ketmaydi degan g'amlar ketadi. Tugamaydi degan vaqtlar o'tadi. Hayot shunday sirki, avval shukr qilish, keyin sabr qilish, undan keyin ishonish kerak.